O'zingga ish top oldin, YouTube'ga o'tirmasdan. Meni ishim bor. Gera aka qiz qiz qanchadan kefasi. Saysami Samina Ramazondan keyin inshaalloh bo'ldi kelore Ramazondan keyinmi qolasiz ro'zadami farqi yo'q. Man duh- man duxtaraki man duxtaraki bu Bobur sestraki ekan. Duxtaraki deyapti, ayol kishiman deyapti. Bolorada mana sizlarga vahsha yarvar yashin qizni ko'rsatdimi mana? Ko'rdinglar? Kim bilandir blotat qilib o'tiribdi. Tushun. Ashxonada hozir go'sht kesaman, ashxonaga kirib olib, go'sht qo'yib qo'yganman. 2 kilo kelsa kerak. Bo'ldi aka, qanaqasidan? Suvayligidanmi? Suvaysizidanmi? Qanaqasidan kerak? Ayto'ning nechiga kerak? Qanaqasidan kerak? Aytsizki bo'ldi. Pishirib jo'nataveramiz. Vaqtini, soatini aytsiz, adresda aytsiz. Nima bor? Mashinadagi qizlargayam Korediya. U qizni taniyman-da, yoshligimda dugonam bo'lganda. Turkiyadan yaqinda kelib mashina olibdi. Baliq oviga boraylikmi deydi. Yo'q, men unaqa baliq ovlariga bormay qo'yganman dedim. Havayam Gush, Tojikiston, iftorba. Ha, mayli opa, boramiz, Bobur boramiz. Biror kun boramiz Tojikistonga ham. Iftorlikka chaqiryapti ana Tojikistonga polni hammani. YouTube'dagilar 1 kilo suvayligidan 1 kilo qanotcha bo'ldi. 1 kilo suvayli, 1 kilo suvaysiz yo'q ha. Bervaring demayapti. Sherzod Sulaymonovga o'tkazish kerakmi? Cheksa ya. Nima? O'tkazish kerakmi? Cheskaya. Assalomu alaykum. Kepsi bervaring dedi iftorga. Qayerga bervarishim kerak? Nomerini topish kerak, Husniddin yozish kerak uni daftarga. Telefon nomeri bilan birga soat nechigaligini bilishim kerak. Bu bervaring deyapti. Xolos, soatini aytmayapti. 1 kilo unaqa, 1 kilo bunaqa deyapti. Sherzodga pul tashashim kerakmi deyapti. Bu sher bolani tanish ekan. Tojikistonga-da. Yo, bu O'zbekistonlik, bu 1 kilo suvaysiz, 1 kilo qanotdan. Ana Xurshidbek. Asakaliklarga salom. Asakaliklardan sizga ham assalomu alaykum. Salom gulim. Charchamang. Mohiraxon, qalaysiz? Katta qiz o'lyapsizmi? Alloh shifo berib, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Avariya bo'lib ketdim dedingiz. Nima ko'zdayib avariya bo'lib ketdingiz?